Bugun biz 3 minglik broneni necha pulgacha almashtirishimizni sinab ko'ramiz. Qanday ketdik? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bu sizdan keyingi insonga nima bera olasiz? Bu narsani bo'lmaydi. Bo'ldi. Mana rahmat. Sizdan oldingi odam buni sizga berdi. Siz keyingi odamga nima bera olasiz? 2000. Istagan narsangiz. Ana shuni berib qo'yasiz. Bo'ldi. Okay. Bu sizga. Buni sizdan oldingi inson berib ketdi. Siz keyingi insonga nima berasiz? Nima berasiz olim? I am the one, the way your son don't need a gun to get. Bo'ldi, tangi. Keyingisiga almashtiramiz. Buni sizdan oldingi inson sizga berdi. Siz keyingi insonga nima berasiz? Keyingi insonga Boya 2000 qaytib keldi. 3 minglik mahsulotni 2000 so'mga aylantirdik. Bizga obuna bo'lishni unutmang va keyingi shartni yozib qoldiring.